أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik aziz o'quvchilar, saboqdoshlar, bugun Allohning fazli bilan darsimizning 42-hadisini so'zlab o'tmoqchi. An Uqbata radhiyallohu anhu qala صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. Uqba radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib mundaq dedi. Men Payg'ambar alayhissalatu vassalamning oqisida Madina Munavvarda asr namozini o'qidim. Payg'ambarim salom berib, keyin tizdin turib odamlarning gadallaridan oqlab ayollarının bazı hujrasga kirib ketdi. Odamlar Payg'ambar alayhisolatu vasallamning tizligi oldirganligidan cho'chib ketdi, ansirishib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning qashig'i chiqib, sahobalarning Payg'ambar alayhisolamning oldirganligi din hayron qolganligini ko'rib taqala degan mundaq dedi. Men qishimizdagi xom oltinni shay'an min tibr degan azroq demakchi. Azroq xom oltinni o'yladim. Namozda turib ism keldi. Fakarihtu shuning bilan u oltinning meni qiyomat kuni to'xtatib qo'yishini yomon ko'rdim. O altını kirib öge altını taqsim qilib o'tishga buyurdim dedi. Demek Uqba radhiyallohu anhu deydi ki asr namozini Madina Munavvarda Payg'ambar alayhissalatu vassalam bilan billa jamoat bo'lib o'qigan. Namozni Rasululloh tugutib salom beriblar. Aslida salomni berib bo'lgandan keyin imom jamoat tarafiga oldini qilib birdan subhanalloh demdi, alhamdulillah demdi yoki bika o'ltiramdi, jamoatning oldiga qarab birdan o'ltiradigan bir odat beydi Rasulullohning. Balkim bundaq bo'lishi Rasululloh bilan sahobalar o'rtasidagi do'stlik, muhabbat, qarindoshlik, ustoz shogird, imom jamoat bir-bir bilan bo'lgan ulfatdoshlikni naqadar kuchaytirish bo'lishi mumkin vallohu alam. Chunki sahobalarning har birining chirog'iga, ahvoliga qarab, qaysi sog', qaysi kasal, qaysi g'amkin, qaysi xursand hammani ayirib olg'ili bo'ladi. Ammo u kunisi dal ish aksi chiqdi. Qanda Rasululloh intayin oldirdi. O'rnidan tizla qo'ydi. O'ltimidi, tumidi. Odamlarning gadallaridan, aslida gadallaridan aqlidi degan odamlarning ayriliqidan aqlab o'tib ayollarining uyiga kirib ketdi. Sahobalarning cho'chishi Rasululloh oldirmay, astoydil, temkinlik bilan ish qiladigan zot edi va u shuning o'lgusi edi. Ammo u kunisi Rasululloh temkinlikni yo'qotib intayin oldirdi, cho'chidi, das qo'fib ketdi. Shunga
bira ish bo'lganmidi? Bizning haqqimizda bira vahiy tushganmidi yoki biz to'g'riliq bira ish Rasulullohga ma'lum bo'lib qolganmidi deb sahobalar tashvish, fikr, xiyol hammasi bu to'g'risida o'ylanishga cho'kib ketdi. Payg'ambar alayhisalom qanday tiz kirgan bo'lsa, shunda tiz chiqib qarasa, sahobalarning hayronligi tutdi-da. Rasulullohningki shundaq bir tiz kirib, tiz chiqqanlikdan hayronlik tutgandan keyin Rasululloh sahobalarni tinchlantirish, xotirjam qilish, ko'ngliga tasalli berish uchun vaqalikni so'zlab, uyimizda sidiqi qilib o'tishga tegishli. Faqir kambag'al musulmonlarga ulashtirib o'tishga tegishli bir xam oltinni saqlab qo'yibdi ekanman. Qapqapti, esimda yo'q. Buni o'ylab, u meni to'xtatishni yomon ko'rdim. Bu yerdagi to'xtatish ikki xil bo'ladi. Birinchi, Alloh subhanahu va taolaning yo'lida ulashtirib o'tmoqchi, taqsim qilmoqchi bo'lgan narsani inson agar taqsim qilib, ulashtirib har bir haq egasiga uning haqqini yetkazib bermasa, qiyomat kuni u insonni hisob maydonida Alloh subhanahu va taolaning oldida to'xtatib qo'ydi. Bu bir. Ikkinchi bir to'xtatish mening kallamda şu oltinni bir vassam bo'ladi, bir o'tish kerakdi degandek xiyol, fikr, tasavvurlar namozdagi Allohga butun o'zimni beg'ishlash, Alloh uchun sevinish, Allohning oldidagi xorliq, xushuni den to'xtatib qo'ydi. Shunga men bir vatmoqchi bo'lgandan keyin bir o'tay deb taqsim qilavatdim dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, bu hadisdan bir o'tishga tegishlik kishilarning haqqi umumiy musulmonlarning jiddiy tarqatmasi bo'lmaydigan optimal bo'lib qolsa, buni taqdim etish kerakligi haqida bir hukm chiqadi. Ama Baytul Malda bir halva musulmonlarning zakatlarini yig'ib saqlaydigan. Bu ehtiyoj chiqqan chaqda ve ihtiyaç bo'lgan chaqda ishlatadigan mal. Buni yig'sa, buni to'plasa, jug'lasa bo'ladi bu. Ama şu her bir narsani har kuni chiqarib kerak emas. Nafla sidiqi bo'lsa bo'ladi ya ciddi ahvol talab qilgan chaqda chiqarib atmasa bo'lmaydi, qoldi chaqda chiqarib atsa bo'ladi. Umumiy ma'nosiga bir qarab boqaylik. Har holda al-ma'na al-'am كان من عاداته صلى الله عليه وسلم أن يمكث في مكانه بعد سلام من صلاة الجماعة بعد الوقت حتى لا يقوم الرجال إلى أن ينصرف النساء المصليات وذلك خشية اختلاط الرجال بالنساء في الطريق. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın öz o'rnida jamoat namozidan salom berib bo'lgandan keyin öz o'rnida ba'zi vaqt turish odati edi. Turtdi. Erlar namoz o'quvchi ayollar qaytib ketganga qadar o'rnidan turmasligi uchun. Rasululloh o'ltirgandan keyin qanday qildi? Sahobalarni bilib o'ltirdi. Imom qo'pmasa sahabalar kopmaydı. Bu bir güzel adet. Men afsus bugün Müslümanlar imamlarını yalğız koyup koyduğun, imamlarından burun ketediğin, tasla kalıdı ki imam salam verip boğucu on taraftaki cemaat yok, sol taraftaki salam verse sol taraftaki yok ketip kalır buralarlar. Aslı İslam'ın güzel edepleri ve güzel ahlakları İmam salam berib bo'lgandan keyin imam namoz o'quvchilari oldini qilib birdam o'tirishi. Anundan keyin imam birdam o'tirib, imam qo'pqandan keyin boshqa jamoat uning atrofida turib, ko'rishib yoki ko'rishmasimi imomning oldida mangan ve jamoat keynida minib chiqish kerak. Bu asli sunnat ve asli bu İslamdaki jamoatchilik adab axloq edi. Chunki imom iqtido qilinadigan, ergishiladigan kishi bo'lganligi uchun uni masjidning ichida yolg'iz qo'yib qo'yish yaxshi emas edi. Bunda qilish ayollarning yo'lda uchirish, olishib qolishdan qo'rqqanlikdan bo'lgan edi.
Erler ayollar mescidi birlik kelgan boğaçqa Resulullah şundalı kopsa er ve ayol bıraklam kopap mescidin işiklerinde iştişmek, tüytüşmek, yollarda bir söylen uçuruşup kalmak ahval buludu da şuna demek İslam'ın yetekçisi ve ulemalar her çağ dikkat kılış gerek ve umumi Müslümanların ahvalıga ehmiyet veriş gerek. Lakin هذه العادة تغيرت يوما حين سلم رسول الله يوما من صلاة العصر فقام من مصلاه مسرعا يتخطى رقاب المصلين قبل أن يقوم متجها نحو بيته أحد بيوت أمهات المؤمنين. Lekin bu adet bir günüsü özgürep ketdi. Yani Resulullah bir günüsü estir namazıdan salam verip namaz okugan joyidan tizla turdi da musul namaz o'quvchilarning gadallaridan qabla ayyaqumu degan ular turishdan burun axlab mangdi uy tarafga yuzlanib, ya'ni mo'minlarning onalarining uylarning biriga yuzlanib mangdi. Va ta'allaqa nazaru sahaba bihi sallallohu alayhi vasallam va huwa yasra ve bimanzilihi hina dakhal. Sahabalarning diqqati Payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldirayotgan Payg'ambar sahabalarning diqqati Payg'ambar alayhisolatu vasallamga bog'landi. O Payg'ambar oldirayotgan holatida uyiga bog'landi, kiyib ketgan chaqda. Yo'ldan mengayotgan chaqda asosan Payg'ambarimga o'kib ketgan chaqda uyiga, kimning uyiga kirgizgando, uyda nima ish qildigando degandek. Va lam yamda illa qalilun min al-vaqt hatta kharaja ilayhim ya'lamu qalqahum va faza'ahum min hadha at-tasarruf ghayr al-mu'tad wa yahrus ala tam'aninatihim wa izalati qalqihim. عاد إليهم ليوضح سر فزعه وإسرائه وليحثهم على أن يقتدوا به لكنهم ما رأوه حتى بادروه بالسؤال قبل يوضح لهم إنهم عاجلون يخشون أن يكونوا في إسرائه خطر عليهم أو أن يكون من أجل وحي يؤاخذهم عن فعل ويسيئهم ثم إنهم لا يصبرون على قلق يدفع رسول الله إلى مثل هذا التصرف فأجابهم رسول الله إنه مع قربه من ربه أخشى الناس لله وأتقاهم له إنه أخر واجبا يقدر على أدائه دون تأخير إنه نسي أن يوزع شيئا من مال الصدقة قبل أن يخرج للصلاة. وَلَمْ يَمْدِ إِلَّا قَلِيلٌ مِنَ الْوَقْتِ degan uzun ötmedi biroq azroq vaqt deganning ma'nosi nima? Uzun o'tmay Payg'ambar alayhisalom ularning qashig'i chiqdi. Ularning bearam bo'lganligi, ularning ansirganligini bilib, bu odatda bu baqmagan ish harakatdan ansirganligini bilib chiqdi. Va payg'ambarim ularning ko'nglini tindirishga bearamlıqni yo'q qilishga qiziqdi. O'zining oldirashdagi sirrini va ansirashdagi sirrini ularga oydinlashtirish uchun yonda va ularni o'ziga iqtido qilish uchun qiziqdi o'g'li. Lekin ular payg'ambarimni ko'ra ko'may payg'ambarimdan savol so'rash qoldirib ketdi. Bu payg'ambarim ularga oydinlashtirib, ro'shanlashtirib berishdan burun haqiqatan sahobalar aldırango. İnsan degan aldırango da. Aldırango. Ulamı Peygamber Aleyhisselam'ın aldırganlıqda özlürge bir xatarning buluşidan ensiraytdi. Ya ki ularni bir qilgan qiliqidan jazolaydigan vahiy jahdidan bo'lib qolganligi va ularni bearam qilgan bir vahiy jahdidan bo'lib qolganligidan ensiraytdi. Bunda aldirash bir vahiy tushganmi degan. Anından keyin ular bearamlikqa sabr qilolmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu xil harakatga undaytdi. Ularga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdi.
innahu hakikaten peygamberim özü Rabbiga yaqin turiblig'un odamlarning Allohdan qo'rqdig'ini, Allohdan taqvolik qildig'ini. O peygamberim kechiktirmay ado qilishga qodir bo'ladigan bir vojibni kechiktirib qo'yapti. O peygamberim sidiqining mildin bo'lgan bir narsani taqsim qilishni unutib qolibdi. Namozga chiqishdan burun. Yani uyda sidiqining xom oltinisini qo'yib qo'yapti va namozga keldi. Ma javobuhu li robbihi law tawaffahu as-sa'a wa sa'alahu limaza akharta huquqal fuqara'i wal masakin. Peygamberimning Rabbiga beradigan javobi nima bo'ladi agar peygamberim shu soat vafot etib ketsa va peygamberimdan so'rasa sen fakir miskinlarning haqqini nima uchun kechiktirding deb so'rasa peygamberimning javobi nima bo'ladi? Laqad tazakkarahu fi as-salah فأخذ يفكر فيه وشغل عن إتمام الخشوع فكان لزاما عليه أن يبادر بأداء هذا الواجب فور القدرة والتمكن من أدائه فدخل بيته وأمر بتوزيعه على فلان وفلان ثم عاد يزيل القلق ويرفع التعجب ويهدئ خواطر أصحابه صلى الله عليه وسلم. Peygamber aleyhisselam o xam altını namazda əslab xam altın haqqında o'ylanishga başladı ve xuşuni to'liq qilishdan mashg'ul bo'lib qoldi. Shunlashqa Peygamber aleyhisselamga bu vacibni kuchining yetishicha qodir bo'lgan hamon uni ado qilishga qodir bo'lgan hamon ado qilib o'tishga oldirash lozim bo'ldi. Şu vacid peygamberim uyiga kishib o xam altını falan pokuniga taqsim qilishga buyurdi. Andin bearamlikni yo'qotgili, hayronlikni ko'tarib o'tgili, sahobalarning ko'nglini tindig'ili yenib chiqdi. Demak, bu hadisning mazmunidan bir narsa hozir esimga kelyapti. O narsa nima desa, musulmonlarning ishlariga ega bo'lgan, musulmonlarning ishlarini ustiga olgan kishi intayin sezgur bo'lishi, hushyor bo'lishi, mas'uliyatni ado qilmay qolsa, Alloh Rabbul Alaminning oldidagi jazosining ne kadar ig'ir bo'ladiganligini bilib olishi lozim. Bu hadis ana shunga dalolat qiladi. Sadaqa omning, Rasulullahga omonat. Rasulullah yetkazmasa bo'lmaydi. Ammo Rasulullahning shu narsani unutib qo'yib, isi kelganligi Rasulullahni ne kadar aldiratdi, ne kadar cho'chitdi, ne kadar Rasulullah sallallohu alayhi vasallamni bir aram qildisa, birodarlar. Demak, islom musulmonlarga iyi bo'lgan, yetakchi bo'lgan, ustoz bo'lgan, din va millatning tuguriklari bo'lgan har bir kishi o'zining qo'lida islom amonati, musulmonlar amonati, din amonatining zayo bo'lib ketishining qanchalik xatarlik va qanchalik insonni ig'ir azobga duchor qiladigan ish ekanligini har vaqt o'ylashi va bunga jiddiy muomala qilishi lozim. المباحث العربية عربچه تدقیق qilinadigan so'z. فسلم ثم قام ثم عتبت قام على سلم وليست مفيدة للتراخي بل بمعنى الفاء وقرينة ذلك قوله مسرعا ويؤيده رواية فسلم فقام يعني أن قيامه كان عقب تسليمه من الصلاة مباشرة أو يقال إن ثم للتراخي الزمني وهو أمر نسبي وكذلك الإسراء أمر نسبي فهو تراخ وإسراء. ثم قامını səlləməyə ətbi qıldı. Sümme qamını səlləməyə ətbi qıldı. Çünkü sümme ətbərib. Sümmenin əslideki mənisi
kin kelganlikni, azroq kin kelganlikni, qama Zaydun summa Amrun desak, Zaydahum keldi, azroq vaqtdan keyin Amr kelganlikni uqtirib turadi. Bu yerda vaqtning kinlikini payda bermaydi. Balki pa'manisda fasallama faqama degandek. Shuningki qarinisi summining taraxiy ma'nosida uqtamay, fa ma'nosida uqtirdiganligiga o payg'ambarning musri'an degan so'zi aldiraplab qo'ydi degan ma'noda uqtirib turdi. Buni fasallama faqama degan bir rivoyat bor Muslimda. Buni kuchlantirdi. Ya'ni payg'ambarimning qo'fishi, payg'ambarimning namozdan bir vaqtda salom berib, beshdan killam bo'lgan. Salom biriblam kin bo'lgan. Yoki deyiladi, summa bir vaqtki taraxiy uchun. Bu bir nisbiy ish, vaqtki. Masalan, 1 minutdan keyin kirsin, 10 minutdan keyin kirsin, 1 soatdan keyin kirsin, 1 kundan keyin kirsin, kin kirdi degan bo'ladi. Bu nisbiy ish. Shuningdek, aldirashmi nisbiy. Unda bo'lganda 1 minut kechiksimi, 10 minut kechiksimi, 1 soat kechiksimi, kechikdi, aldirsimi, aldirdi degan ma'no qilib qo'ydi. Yatahatta riqaban nas, odamlarning gavdalarini oqlab. Bu payg'ambarim ularning orasidan ular o'ltirayotgan holda o'tagdi. Ular o'ltirliq payg'ambarim orasidan o'taglik. Jumlaning fatahatta riqaban nas degan jumla i'robni tutgan o'rni hol. Yani payg'ambarim o'rnidan tizlab qopdi, odamlarning gardini oqlagan holatida deb qoma degan fe'lninki tahatta jumla hol. Fafaza'an nas khafu degan ma'noda ansirdi, qo'rqib ketdi. Yani bu ularning odati edi, sahobalarning ular payg'ambarimdan biladiganning g'ayrini ko'rsa. Odatdagi holda payg'ambarim tinch, tamkin, normal, salmoq edi. Bu biladiganning g'ayrini ko'rgan chaqda odati shudir. Ular haqida ularni chavosini chitqi yordigan bir ishning tushib qolishidan qo'rqib. Fara annahum ajibu min suratihi degan o payg'ambarim ularning oldirganligidan, payg'ambarning oldirganligini, hayron qolganligini ko'rdi degan, ularning hayron qolganligini bildi. Va tariqul ilm yo'li ba'zi rivoyatlarda kelgan narsadir. Faqultu yoki faqilalah deb. Zakartu yani tezakkartu degan ma'no o'yladim. Bu pish bilan zikrning mushtaq qaysi kuni zakura kelsa pish bilan o'ylagan, zakira kelsa nima zakura kelsa qalbda o'ylagan, zakira kelsa yoki zakara kelsa til bilan so'zlagan. Buni zakartu degan bir rivoyat, yani zalni pish bilan kapning tashdidi uni zukkirtu degan bir rivoyat kuchlantirdi. Shay'an min tibri degan soqalmagan oltinni deymiz, ya'ni xam oltin, kepak oltin. Dilinde oltin ya kumush yoki ziminninki bütün javohiratlari o shu quyilishdan burun, oldi bilan quyilib yasalishdan burunqini xam oltin deymiz. Bu rivoyatda tibran min sadaqatin deb bor. Fakarihtu an yahbisani, yani yahbisa degan to'xtatgan degan ma'noda, yani meni bu haqda o'ylanish, Alloh taologa to'liq va mukammal yuzlanish oldida qilishdan, kashilik qilishdan qo'rqdim degan ma'noda. O chaqda yahbisuni degan fe'l uning bilan mozi iroda qilinadi. Ya'ni fakarihtu an habasani. Yani o qanday desang yahbisani degan muzori bo'lgandan keyin amaliyotda Rasulullohning o'yligini, fikr qilg'ini nima o'tib ketgan. Namozda o'qib qoldi emasmi? Unda o'ylash namozda bo'lgandan keyin o mozi yahbisi degan muzori fe'l, yani fe'l va mozi muzori bu yerda zid kelib qoladi. Shunga fakaritu ay yahbisani degan al habasani degan ma'noda. Yoki karihtu ay yamna'ani, men meni to'sib qilishdan, meni qiyomat kuni maydonda savol so'roq orqali
cheklab qo'yishdan yomon ko'rdim degan gap bor. Ana bu yerdagi kiroatning ma'nosi xavf, ansirdim, qo'rqdim degan ma'noda. Ikki xil ma'no. Birisi şu namazda o'ylanishdan to'sishni uqtiradi, ya'ni mukammal Allohga uzunishdan. Yana birisi cho'q desa, qiyomat kuni shu sababli savol maydonida savol qilib o'tmay qolamanmi deb qo'rqdim demoqchi. Fiqhul hadis. Zakar al-Bukhari hadha al-hadis tahta bab man salla bin-nas fa zakara hajatan fataqattahum aqba bab maksul imam fi musallah ba'da as-salam ay anna al-muks al-mazkur mahalluhu ما إذا لم يعرض أمر مهم يحتاج معه إلى القيام وقد سارع النبي بعد فراغه من صلاته إلى قسمة المال بنفسه كما ورد في رواية أبي عاصم فقسمته أو أمر بتقسيمه وتوزيعه كما في الرواية التي معنا. İmam hadisning mazmuni. İmam Buxoriy bu hadisni odamlarga namoz o'qib berib, bir hojatni o'ylab ularning gadinidan duulidan oxlab o'tib ketgan kishining ahvolini bayon qilgan bab deganning ostida so'zladi. İmamning namoz o'qigan o'rnida salom berib bo'lgandan keyin o'ltirishning bobi deganning keyinidan oqistin. Ya'ni ening o'rni tilga ilingan turish bir muhim, yani qo'pashga ehtiyojli bo'ladigan muhim ish duch kelib qolmagan chaqda. Yuqorida tilga ilingan qo'pash, ya'ni turish qo'pashga muhtoj bo'ladigan bir muhim ishga duch kelmagan chaqda bo'ladi. Ana payg'ambar alayhisolatu vasallam namozdan bakovlab malni o'zi taqsim qilish qoldirgan. Abi Asimning rivoyatida taqasamtuhu degan rivoyatida yoki uni taqsim qilish va tartib berishga buyurgan. Biz bilan rivoyat hozir men fa'amartu bi taqsimihi bi qismatihi deglar. Yana bir yerda faqasamtuhu deglar. Ve yustafadu min hazal hadis umur. Bu hadisdan bir muncha ishlar elinadi. Birinchi, odamlarning gadallaridan amal bo'lmagan bir ehtiyoj, muhtojlik uchun oqlab o'tishning mubohligi. Buni qanash, suydik tamchish va o'shunga o'xshagan ishlarga o'xshash. Lil hajatillati la ghina anha degan amal bo'lmagan bir ehtiyoj bor. Amal qilmadim ma ehtiyojimga, hojatimga degan bir. Amal bo'lmagan, ya'ni uningdan behojat bo'lish yo'q hojatga demak. Ya'ni amal yo'q hojatga. İkincisi, muhim hojat chiqib qolsa uningga oldirashning durustligi. Muhim ishing chiqib qolsa, qo'pab ketsang bo'laveradi. Va uningga farz vojib bo'lgan kishi afzali o kishining farziga oldirishi. Ayada o'ltirgandan jamoat bilan birga o'ltirib, asta o'ltirib qo'pab, asta bir jamoat bilan birga qo'pay degandan birdam o'ltirib, qo'pab mang'ini yaxshi. Ketgini yaxshi. Muhim ishni qilsa qiladi. Anna uruz at-tabkir asna as-salat fi amrin ajnabiyyin ahnaha la yufsiduha. Üçüncüsü, namoz oraliqida namozga yot bo'lgan ishda o'ylanishdan kelaverilishi o namozni buzib olmaydi. Namozni buzmaydi va namozningki to'liq mukammalligiga daxl yetkazmaydi. Bu xil qarash xam oltinni aslashning namozda bo'lganligiga asoslangandir. Mana Rasulullohning xam oltinni namozda aslida, xam oltin bilan namozning hech qanday bir ishi yo'q bo'lsa, oltin bilan ish, namoz bilan ish. Ashhadu Rasululloh aslagan bilan namozi mukammal bo'ldi va namozni buzmadi. Unda bo'lganda namozda turib ba'zi bir o'y, xiyol, ba'zi bir fikr, tafakkurlar kallaga kelib qolsa, insonning ixtiyorisiz yoki insonning bir amalisiz o ish namozga daxl yetkazmaydi. Bu gapni zakartu va ana fi salat degan rivoyat kuchlantiradi. Ana namozda turib o'ylabdim, namozda turib aslabdim demoqchi.
Dördüncüsü cevazu inşa'il azmi fi esnai salat alel umurul caize min vucuhil hayr ve zalike la yubtilu ve la yanqusu min kemali. Dördüncüsü namaz okuvatkan jarayonda şeriat tarafından durust bo'lgan ishlarga bel bog'lashning durustligi, yaxshilikning yo'llaridan. Bu namazning mukammalligini daxliyat tuzmaydi va namozni buzmaydi. Namozda turib, qanaq bir yaxshi ishni birini qilib olay ya. Yaxshi ishni birini qilib olay deb bel bog'lasa, niyat qilsa va shu ishga yuzlansa, bu masala yo'q. Beşincisi cevazul inabah lil gayri fi fi'lil hayr ma'al kudra alel mubashara. Akhzan min ravayati fa amartu bi qismati amma ravayatu fa qasamtuh fa yu'khazu minha itlaqul fi'l ala ma ya'muru bihi lisan. Beşincisi özü bir vasıta alel mubasharaga qolsanlar bo'ladi. Özü bir vasıta qilishga qodir bo'lib turib, yaxshi ishlarni qilishga, boshqalarni o'rnida tug'izib qo'yishning durustligi. Fa'amartu bi qismatihi degan rivoyatni olib. Mana Rasululloh oltinni o'zi taqsim qilib bersa, o'zi o'ylashtirib bersa, o'zi atrof shu egalariga olib bersa, bo'tdi. Qilolatni o'zi bir vaqt qilishga qudrati berdi, ammo boshqalarni o'rnida tug'izib qo'yapti, sen qilyapsan. Ammo faqasamtuhu ben uni taqsim qildim degan rivoyatga kelsak, am buningdan elinadi. Qildim degan gapni ishlatish inson uningga buyurgan ishqa. O'zi qilmay buyurgan ishqimi men qildim desam bo'lardi. Chunki men buyurgandikin, u qilgandikin, mening buyrug'im bilan bo'ldi-da. Mening sababchiligim bor. O'zimga isnat qilsam bo'ladi buni. Altıncısı istenbete minhu İbn Battal enne ta'khira sadaqa yahbisu sahibaha yawmal kıyame fil mevkib li kavlihi aleyhisselam fekerihtu en yahbiseni en yemna'ani fis-salat. Bu hadisten İbn Battal sadaqani kechiktirish, o kechiktiruvchi kishini qiyomat kuni maydonda to'sib qo'ydi degan hukmni oldi. Payg'ambar alayhisalom deganlik uchun meni to'sib qo'yishni yomon ko'rdim, ya'ni meni oxiratda to'sab qo'yishni yomon ko'rdim deganlik uchun. As-sabi' anna al-musalli yanbaghi an yatakhallasa min kulli ma yushghilu qalbahu an kamal at-tawajjuh wal iqbal ila Allah wa zalika min qawli adan fakaritu an yahbisani an yashghulani at-tafkir fihi an kamal as-salat. Yettincisi namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi qalbini Allah'a to'liq yüzlenish va Allah'a aldığını qilishdan to'sadigan har qanday ishdan qutulishi lozim. Oldi bilan qutulmasa bo'lmaydi. Ya'ni obdan qarab, nima meni hele fikrimni o'g'irlaydi, xiyolimni o'g'irlaydi, tasavvurimni o'g'irlaydi. Ashuni obdan bir ko'rib, o'ylanib, anandan keyin namozga boshlashi lozim. Bu fakarihtu ayyah bisadi degan so'zdan elingandir. Yani meni bu haqda o'ylanish mukammal namozdan to'sidi. As-samin anna 'ala al-imam an yaqta al-waswas wa yuzila ash-shukuk wa asbab al-khawf amman hawla idza ra'awhu ghayru al-ma'luf lahum. 8-incisi yetakchi imomga o'zining atrofidagi kishilarning ansirashning sabablari ve şeklenişni, gumallanışni yok kılıp vesveselerini üzüp ötüşü lazım. Kaçan o insanlar imamını adetin taşkırı bir iş bilen köge vaxtıda. 9-incisi fihi ennel mukse ba'da salat leyse biwacib. Bu hadiste namazdan turuş bu vacip emas. Ve enne hadise kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem yemkusu fî mekânihi yesiran. Peygamber aleyhisselam tuğan onu da azrak turttu diyen hadis fakat ayallarının kitivirişi üçündü. Erle o ayalları ayrışıp kalmayı. Ayallarının erli ulu ölen ayrışıp kalmayı kitivirişi üçün boğan idi. Bunun takazzası nime? İktidar kılıgıçlar erbib kalsa bunda adamlarga bu turush mustahab emas.
Mana bununla İbn Kudame Ayşe'nin innahu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Aleyhisselam salam bergen vakitte azraq yani Allahümme enteselam ve minke selam tebarek de yazal celali ve ikram degan miqdarda o'ltiratdi degan hadisni ashunga yukladi. Bütün cemaat er bo'lsa salamni yuklab qo'yib ketsa bo'ladi. Ammo er ayol bo'lib qolib qolsa, ayollar ketib bo'lgan qadar azroq to'xtash zarur. ثم إن المكس المشروع لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة. Elindan keyin bu yerdagi yo'lga qo'yilgan turush ne zikr, ne dua, ya ilm o'gitish yoki nafl namoz bilan iborat bir ish bilan bog'lanmaydi u yani. Cho'qim duo qilib turish, zikr qilib turish, tasbih qilib turish, tasbih tusun degan gap emas bu yerda. Tusi bo'ladi, bida bo'lsa bo'ladi. قال الحافظ ابن حجر ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوال. حافظ ابن حجر mundaq dedi. Umumi delillerden ildiğen hüküm imamның o'xshamaydigan ahvoli bor. Birden tusumu buludu, tumay qo'f kesimi buludu. Her halda ixtiyorlik bor. Chunki namoz agar o namazdan keyin nafli o'qiladigan ish bo'lsa, ko'pincha ulmolarning qarshida ma'sur zikri bilan mashg'ul bo'lib, andan keyin nafli o'qish lozim. Ma'sur zikri Rasulullohning kelgan zikri. Va indal hanafiyya yabda'u bit-tatawwu. Bu yerda degan gap endi namozdan keyin nafli o'qimoqchi bo'lsa, ya'ni namozdan keyin farz namozdagi sunnat o'qimoqchi bo'lsa, ko'pincha ulmolarning qarshida ma'sur zikri, ya'ni subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deb buni divit bo'lib nafli o'qiydi deydi. Hanafiylarning qarshida nafli bilan boshlaydi deydi. Oldi bilan sunnat o'qib qilib desa bo'ladi deydi. وإن كانت الصلاة مما لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور. Agar namoz uningdan keyin nafli o'qilmaydigan masalan bomdatdak namoz bo'lib qolsa, imom va uning bilan birga bo'lgan kishilar ma'sur zikri bilan mashg'ul bo'lsa bo'ladi. Vala u odamga bir o'rin belgilanmaydi. Agar xolisi ketadi va zikr aytadi, agar xolisi turadi. Xolisa ketib yo'lda bo'lib zikr etsin bo'ladi. Xolisicha turib zikr etsin bo'ladi. Ammo Hanafiyning qarashida cho'qim nafl namoz, ya'ni sunnat namoz o'qimoqchi bo'lsa, o'qib bo'ladi. Ammo ko'p sonli ulmolarning qarashida farzdan keyin degan rivoyat bor. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizga hadis Rasulullohni to'g'ri tushunib, hayotimizni amaliy tatbiqligimizni qilsin. Ulug' Allah subhanahu wa ta'ala hadisga amal qilish bilan, hadisni o'zimizning hayotlarga tatbiqlash bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shogirdlari, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy yetaklagan va bir qo'lliq bilan tarbiyalagan ashablardan bo'g'il nasib qilsin. Ulug' Allah shu darsni har bir oila, har bir o'yliga yetkizgan va yetkizishga sababchi vosita bo'lgan kishilarni ham Allah ajridan quruq qo'ymasin va dinni, islomning da'vatini qilgan, din islomning xizmatini qilgan kishilardan Alloh taolo yozsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.